Farzand otani kir bo'lgan kiyimini keliniga, ayoliga beryapti. Mana bu dadamning kiyimlari, shularni yuvib dazmollab qo'ygin deyapti. Ishga ketgan. Ota bu anchadan keyin bir hovliga tushib o'sha kir mashina turgan joyga borib qarasa, kelini otani, qaynotani kiyimidan hazar qilib haligi otash kurayni ushlab kir mashinaga solayotganimiz. Qo'lidan hazar qilib otash kurayda qaynota ko'rib qolgan buni. Qaynota o'sha kuni yo'qolib qolgan. Yo'q, hech qayerda. Unga telefon qilyapti, bunga telefon qilyapti, ota yo'q. Bir hafta 10 kundan keyin qarasa, ota qariyalar uyiga borib qo'nim topdi. Nima qilgan bo'lardingiz? Keliniz sizdan hazar qilib kiyimizni otash kurayda kir mashinaga solyapti. Unga chidash mumkin. Mayli o'g'limning oilasi buzilmasin, bolalari tirik yetim bo'lmasin deb yutib ketishlik mumkin. Lekin o'g'il sizda xotiningiz otangizdan hazar qilib, sizni boqqan, sizni yedirgan otangizdan hazar qilib kiyimini otash kurayda kir mashinaga solyapti. Shunda ham sensiz menga dunyo qorong'i, men seni sevaman deb yurasizmi? Shuni xotin qilib yurasizmi? Otangizdan hazar qilgan xotinni hech kim xotin qilmaydi buni. Aqli bor inson bunaqa xotinni xotin qilmaydi.